FTV telekanali taqdim etadi. Assalomu alaykum muhtaram va qadrdon teletomoshabinlar. FTV telekanalining ashaddiy va prostoy muxlislari. Ekraningiz qarshisida yana men Farruxjon Roziqov va bugun o'z namoyishimizni boshlaymiz. Albatta, birinchi namoyishimiz bu sahna ko'rinishidan bo'ladi. Bugungi sahna ko'rinishimiz hammamizga mashhur bo'lgan komik aktyor Rowan Atkinson, ya'ni Mr. Bean parodiyasi. Marhamat. Ana endi aziz do'stlar, hozirgi nomerimiz albatta bu yangilik emas, lekin ozgina yangilik desa ham bo'ladi. Dublyaj. Biz dublyaj oldingi ko'rsatuvlarda qilganmiz, lekin multfilmni emas. Hozirgi ko'rsatuv multfilmga dublyaj. Marhamat. Aziz tomoshabinlar, ana endi musiqiy tanaffus har galgidek. Bu gal musiqiy tanaffusimizga faqat bitta odamni parodiya qilishga harakat qildim. Bu ham bo'lsa, kapshonka kiyganimdan bildinglarmi kimligini? Marhamat. Sanjay. Karvon ko'rdim to'yalari, bozlab kelar. Ketdik. Karvon ko'rdim to'yalari, bozlab kelar. Non tuyada meni yorim rosa yig'lab kelar. Menga bergan va'dalari esdan chiqib, ostonasi tiloyotin. Kozlab kelar, karvon ko'rdim to'yalari, bozlab kelar. Non tuyada meni yorim rosa yig'lab kelar. Menga bergan va'dalari esdan chiqib, ostonasi tiloyotin. Kozlab kelar, karvon, yana kelar o'sha karvon. 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 Sarindarindero, sarindarindero, o'sha karvon. Assalomu alaykum mening boy do'stim. Alik bermasang holingga voy do'stim. Boylik kibr uchun berilmagan bil do'stim. Hammaga birday oqibat qil do'stim. Dunyoga ishonma, bevafodir u. Mol va mulk esa qo'l kiridir u. Bir mening emas, ommaning fikri bu. Nodorga bir ehson qil do'stim. Mag'rurlik senga emas, to'g'risi. Iblis sifatini bo'lma o'g'risi. Anglagin gaplarim urg'usin, nochorga chora qil ey do'stim. Duo ol. Duo ol, ko'rsang har keksani, shunda Alloh asragaydir seni. Mo'min bas qil demay tinglamani, bunchalar bo'lmagin sil do'stim. Davlating bir yon, sen bir yon. Ne lozim davlat tark etsa jon. Qabrda mol emas kerak iymon. Aqlingni yigʼ, iymonga qayt.
Endi aziz tomoshabinlar, bizning namoyishimiz ham o'z nihoyasiga yetay deb bo'lib turibdi. Sizlar bilan xayrlashmaymiz, balki ko'rishguncha deb qolamiz. Agar mana shu dasturlarimiz sizlarga ozgina bo'lsa ham yoqqan bo'lsa, bir dona atigi, bir dona like sizlardan aylansin azizlar. Albatta bir narsani aytib o'tay. Meni like to'plashim pul uchun emas, albatta boshqalar ham ko'rsin degan maqsadda va bu namoyishlar hammasi faqat va faqat sizlarning ko'ngillarni olish uchun azizlar. Keyingi ko'rsatuvimizgacha xayr azizlar. Sizlar bilan studiyada Farruxjon Roziqov bo'lib qoldi. Biz bilan birga bo'ling va bizni kuzatib boring.